Men 1915-yilning 1-martida Toshkentda hunarmand Degres oilasida tug'ilganman. Maktabdan so'ng Toshkent xotin-qizlar pedagogika bilim yurtiga o'qishga kirdim. She'rlarim avvaliga gazeta va jurnal sahifalarida ko'rinish berdi va ilk to'plamimni nashrdan chiqardim. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutida, so'ng Aleksandr Sergeyevich Pushkin nomidagi til va adabiyot ilmiy tekshirish institutining aspiranturasida o'qidim. 20 yoshimda taqdir menga Hamid Olimjonni tuhfa etdi. 23 yoshimda Respublika bolalar va yoshlar adabiyot nashriyotida muharrir sifatida ish boshladim. 25 yoshimgacha Temiroy, she'rlar, qizlar qo'shig'i kabi poetik asarlarim e'lon qilindi. Ko'p o'tmay uni Farhod derdilar. Hijron kunlarida kabi to'plamlarim bilan shoirlar qatoriga dadil kirib bordim. 40 yoshdan o'tganimda Osiyo va Afrika mamlakatlarida bo'ldim va she'rlarimda xorij hayoti manzaralari paydo bo'ldi. Mushoira, O'g'lim sira bo'lmaydi urush, Qozog'iston o'lanlari, Men chizolmagan surat kabi she'rlarim menga shuhrat keltirdi. 50 yoshdan so'ng o'ylar bilan o'ylarimni, visol bilan iqrorlarimni, yillar bilan qarashlarimni e'lon qildim. Quyoshli qalam dostonimni e'lon qilganimda mendan baxtli inson yo'q edi. Qizg'aldoq she'riy to'plamim orqali bolalar bilan tillashishga harakat qildim. Qo'g'irchoq teatri uchun Semurg piyesasini, opera teatri uchun Zaynab va Omon opera librettasini yozdim. Hayot varaqlarimning eng nurli davrida esa men umr yo'ldoshim Hamid Olimjonning ijodini o'rgandim va nazarimda ijodni qayta kashf etdim. Nekrasov, Lermontov, Vera Inber, Lesiya Ukrainka, Edi Ognitset, Marvarid Dilboziy, Amrita Pritam asarlarini o'zbek tiliga tarjima qildim. Eng quvonarlisi, mening asarlarim ham 15 dan ortiq tilga tarjima qilindi. E'zozlar, ardog'lar uchun tashakkur. Asli siz oftobim, men ziyosiman. Topganlaringiz kulsin dorulamon hur. Baxtim shul, o'zbekning zulfiyasiman.